Bugun navbatdagi mijozimizga Balu brendining brizerlarini ustunka qilib berishni yetib kelganmiz. Hozir akamizdan batafsil ma'lumot so'raymiz. Assalomu alaykum. Bu remontdan oldin va remontdan keyin qo'ysa bo'ladi. Brizerimizda qanaqa turadi desanglar, brizerimizda mana bunaqa osilib turadi. Hozir qotiriladi, devorga teshib turib. Birinchi filtri грубый очистки, ikkinchi filtri HEPA, uchinchi filtri Gulkoma. Buni ichida ionviy lampasi ham bor, antibakterial, bakteriyalarni o'ldiradi. Albatta hid beradigan aromatizatori ham bor. Buni xohlagan o'zingizlarni hid solib qo'ysanglar, uyingizcha o'sha hid bilan to'lib yotadi. Bu ustunovka jarayonidan oldin ichkari ham xuddi shunaqa upakovka bo'lingan, pastda hamma joyli upakovka bo'lgan. Plysos teshlaymiz, hech qayerga musor, chang tushmaydi. Bizdan keyin tozalash, chang hech qayerga tushmaydi. Bu hozir tesh jarayoni ketyapti. Teshganda ham qanaqa teshiladi? Bu gradus bilan teshiladi. Gradusimiz mapda ko'rsatadi. 1 gradus ko'chaga bo'lish kerak. Sababi ichkaridagi issiqlik bilan tashqaridagi suvlik keroz kondensat bo'lishi mumkin qish paytlarida. O'shanda ham suv tashqariga oqadi. Turbasini qo'yib bo'ldi. 120 diametr teshdi. Ichini izolyatsiya qilib, pena ham qildi. Pena yo'qotirdi. Mana bu alyumin skoch yopishtirildi. Sababi mana bilan buni o'rtasidagi shel bo'lmasligi uchun. Bu ham yopildi. Bundan keyin bu izolyatsiyasi. Xudo xolasa teshigimiz tayyor. Xo'p, brizerimiz tayyor bo'ldi. Hech qanday chang bo'lmadi, hech qanday kir bo'lmadi. Uy egasidan отзыв eshitamiz mana akamizdan. Да, спасибо. Очень классно сделали, быстро. Мне очень нравятся мастера. Я видел много мастеров за жизнь. Да, вот, вы молодец, действительно. Очень хорошо работаете, аккуратно, чисто. У вас 2 пылесоса, что очень редко, кстати. Да, вашу машину видел, то, что много разных насадок. Очень классно. Чисто, быстро, аккуратно, поэтому если вдруг даже кому-то надо порекомендовать, я буду вас рекомендовать. Вам огромное спасибо. Спасибо вам тоже. Вы как мастер очень классный. Bizani Mionline tanlaysizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizlarga ham shunaqa zo'r sifatdagi xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi raqamga bemalol aloqa qilib qo'yasizlar, sizlarga ham olib borib ustunovkalarni ham qilib beramiz.